Hammaga assalomu alaykum. Bizda keyingi navbatdagi sotiladigan uyimiz yer maydoni 4 sotik. Go'rgazning yanında joylashgan, gazdan, svetdan, suvdan umuman muammosi yo'q. Fotonoshda go'rgaz yaningizda, suv kontur buyog'ingizda, hamma narsa jonda. Svetdan endi vaqti muammo yo'q. Shahar ichi bu tarafga chiqsangiz, o'sha terrasaga chiqib ketasiz. Bu tarafingiz 42 avtobus, 62-Tereshkova maktabga qarab chiqib ketasiz. Uyning ichini ko'rsatamiz. Sirtqi fasadlari bilan fundamentlarni ko'rishingiz mumkin. 2 etaj joyimizning chegarasidan o'rtadan bo'ladi. Bu yerda 3 oyna joyning chegarasiga kiradi. Bu yerimiz ham mana shu gaz kelib turgan turbadan chegara sho'rlardan bo'ladi. Endi kelsangiz aniq chegaralarni kelgan vaqtingizda ko'rsatamiz. Nereden nerga chekanligini. Dokumentlari bor. Dokumentda to'liq 4 sotik. 4 sotikka kadastr chiqib turibdi. Mana uyimizdan kirish shunday koridor bo'ladi. Kelganda turimizda vanna sanuzel, katta vanna sanuzel qilgan. Endi bo'lib ishlab olasiz. Bundayna bo'lib eshik qo'ybasangiz bo'lingiz koridor bo'lib, orqaga kirib chiqadigan eshik bo'ladi. Bu orqaga kirib chiqadigan eshik yoningizda mana kuxnya bor. Kuxnyada u narsa olib chiqadigan bo'lsa, sirtdan chiqilmay, bu yoqdan orqaga eshigidan kirib chiqaveradi. Bo'lingiz katta razmerdagi kuxnyasi. Razmerlari ajoyib bo'lgan. 4,5 ga 4,5 adashmasam shunday kuxnyasi. Mana shunday katta zali. Hammalarni akvariya qo'yilgan, ikkinchi etaj plita bilan bosilgan. Eshiklarning keng qo'yilganini qarang. Eshiklari ana ikkili eshiklardan razmeri shunday eshiklardan olingan. Mana oynasini вообще dilimga yetdi, zo'r ekan. Bu yerda ham yaxtib turadi, ham dizayn berib turadi bu yerga. Ikkinchi etajga chiqishimiz. Chiqqan yerda yana shunday oyna qo'yilgan, bu ham katta koridor. Zalimiz yana bir pastdagidek egizak zal. Xuddi pastning razmeri bilan bir xil. Bundan chiqqandan keyin bu yog'imizda yana bir katta spalnisi. Buning razmeri kuxnya bilan, pastdagi kuxnya bilan teng. Razmerlar katta bo'lgan. Bu yog'ida bo'ringizda детский spalni, lekin razmeri katta. Aytilishi детский, o'zi katta spalni, normal. Gap bo'lishi mumkin emas. Joyimizning yer maydoni aytganimizdek 4 sotik. Joylashgan adresi 42 ning yanında aytdik. Gazdan, svetdan, suvdan muammo yo'q. Eng qiziq yeri buning bahasi. Bahasini egasi bilan talashib, tartishib, "Yo'q, brat, bu bahaga qo'ymaylik" deb bahasini 55 ga to'laydi. 50 ga bermaydim, yo'q deb bahasini 45 ga qo'ydirdik. Endi kelib, uyni ko'rib, ko'ngilingizga yog'atagan bo'lsa sotib ko'rsatadi. O'zi sizlar kelaman degancha $10,000 qaytarib qo'ydik. Endi bu yog'inda o'zingiz bir qayta sotib ko'rsatsangiz, endi xayrina qaytaman deb turibdi. Agar ko'ngilni topadigan bo'lsanglar, yana normali kelishib beradi. Egasi zo'r odam ekan, shunday bir ochiq ko'ngil, o'zi Toshkentga ko'chib ketgan ekan. Asli bu joyda egizakga yetib, jo'rasi bilan sabogan ekanlar. Endi men Toshkentga ko'chib ketdim, bu joy quruq qoldi deb sotib ekanlar bu joyda. Yana Toshkentdan qo'shimcha joy ko'rajaqman deb. Ana shunday uy izlab yurganlarga shahar ichidan 2 sotik, 4 sotik uy olaman deb yurganlar. Videoni обязательно yeberib qo'ying. Keling, ko'ring, ana shunday joy sizlarga nasib etsin. Endi sizlarga nasib etsin. Shunday uylarda bir yaxshi kunlar bo'lar, sizlarga nasib etsin. Hammamizni kutib qolamiz. Sizlar bilan men Ixtiyor Umidjonovich.